Bu video sizni YouTube bo'yicha fikringizni 100% ga o'zgartiradi. Nimaga deysizmi? Hammaga assalomu alaykum do'stlar. Mening ismim Habibulloh. Hozirgi vaqtda 1,5 yildan beri YouTube sohasida ish faoliyatini olib kelaman. Nima uchun bu video sizni YouTube bo'yicha fikringizni 100% o'zgartiradi? Hozir men sizlarga gapirib beraman. Xo'p, hozirgi vaqtda nima ko'p? Albatta YouTube sohasi bo'yicha shug'ullanib kelayotgan va YouTube sohasi bo'yicha ishlab kelayotgan insonlar juda ham ko'p. Va bu insonlardan ko'pchiliklari nima qilyapti? Bitta YouTube kursiga o'qiydida 1 oy, 2 oy yoki 1,5 oy o'qib turib, o'zini kursiga start berib yuboradimi yokida 1 oy, 2 oy o'qib turib, umuman ma'lumoti bo'lmagan, hali natija ko'rmagan yo'nalishlari bo'yicha har xil aql o'rgatishni yoki har xil bilimlarni berishni boshlaydi va buning evaziga ko'pchilik YouTube sohasiga yangi kirib kelayotgan insonlarda negativniy fikr bo'lib YouTubedan chiqib ketyapti. Hozir men sizlarga mana shu 3 ta sababni va 3 ta sizlarga aytib o'tayotgan yo'nalishlar, ya'ni 3 ta katta yolg'on bo'lgan gaplarni birma-bir gapirib beraman. Xo'p, birinchisi bu American kanal. American kanalda bu so'zda oson bo'lishi uchun prosta tak American kanal deb aytib o'tyapti. Ko'pchilik, ya'ni American kanal, Amerika bizda ham aytamiz. Masalan, o'zim ham aytaman bu narsani shogirdlarimga, o'quvchilarimga American kanal deb. Lekin ba'zi bir yolg'onchi va mashining lo'ttiboz deymizmi endi ularni nima desa arziydi ular. American kanal ochib beraman deb, ya'ni American kanal ochib beraman deb nima qilayotgan ekan? Pul shaqillatib uxlatayotgan ekan ko'pchilikdan. Ya'ni na bir bilimi bor, na bir ma'lumoti bor. Yaqinda ham o'zimga bitta o'quvchi yozildi. Toshda u mendan oldin bitta kursga yozilgan, meni kursimga shogird tarafimga yozishdan oldin bitta kursga yozilgan. Nima degan u insonga? Men sizga American kanal ochib beraman, siz unga video qo'yasiz, undan siz bemalol pul ishlasangiz bo'ladi. Agar siz o'zingiz kanal ochsangiz, siz undan pul ishlay olmaysiz. Men sizga American kanal ochib beraman, siz undan pul ishlay olasiz. Xohlagan videomni qo'ysam-da, xohlagan videongizni qo'yib pul ishlaysiz bo'ladi. Yo'q, bunaqa narsa yo'q. American kanal degan narsani o'zi yo'q. YouTube kanali faqat bitta holatda, bir xil holatda, bir xil nimada ochiladi. Faqatgina YouTubening o'zida ochiladi, bo'ldi. Agar uni siz Amerikan qilmoqchi bo'lsangiz, ya'ni Amerikan yo'nalishida qilmoqchi bo'lsangiz, faqatgina yo'nalish, ya'ni nishani almashtirasiz, kanal nastroykalarini inglizcha qilasiz, bo'ldi. Joy manzilini strana deydi, o'sha joyni saytdan ishlat qilasiz. Bo'ldi, boshqa hech narsasi bilan farq qilmaydi oddiy YouTube kanaldan. U oddiy YouTube kanal xolos. Unda amerikanskiy kanal qilinadi, Amerika nomerini ulab beradi yoki Amerikadan turib ochadi, VPN bilan ochib beradi degan bo'lmag'ir yolg'on gaplarga ishonib qolmanglar. Bu umuman bo'lmagan gap. Bunaqa yolg'onlarni sizlarga faqatgina o'zi tushunchasi bo'lmagan, prosta pul ishlamoqchi bo'lgan, sizlarning ustinglaringizdan pul ishlamoqchi bo'lgan insonlargina qiladi xolos. Va ular nima qilyapti? Prosta tak aytayapti, men sizga Amerikan kanal ochib beraman, lekin YouTube bo'yicha dars bermayman. Kanal ochib beraman, bo'ldi, qolganini o'zingiz qilasiz. Qanaqa yo'nalish qiladi u keyin? U kanalda nima yo'nalish qiladi? Qanday pul topadi u? Kanal ochib berdi deylik. U qanaqa yo'nalish qiladi? Qaysi paytda maysasi ulanadi? Qaysi paytda video qo'yish kerak? Qanaqa video yasash kerak? Nima montaj qilish kerak? Qanaqa hozirgi vaqtda top nishalar? Bu bo'yicha ma'lumot yo'q. Ular faqatgina kanaldan soqqa qiladi. Bunaqa yolg'onchi bo'lgan mashinalarga uchrab qolmanglar, uchrab qolsanglar ham oldiniga nima qilsanglar bo'ladi? U bilim bera oladimi yoki yo'qmi? To'laqonli ma'lumot so'raganlaringiz ma'qul deb bilaman. Ikkinchi yolg'onlardan biri bu tufta bo'lgan yo'nalishlarni aytib o'tish. Hozirgi vaqtda juda ham ko'payib ketdi. Men o'zim ham ko'rib qoldim. Instagramda qaysidir kuratorlardan sun'iy intellekt yo'nalishi bo'yicha bir ikkita videolarni o'rganadi-da, shu bo'yicha YouTube kanal ochasiz, shu bo'yicha daromad qilsangiz bo'ladi deb nima qiladi? Sun'iy intellekt yo'nalishi bo'yicha o'zini kursini sotadi, do'stlar. Sun'iy intellekt yo'nalishini o'rganishlaringiz minus emas yoki yomon emas, ammo sun'iy intellekt yo'nalishi bo'yicha YouTube kanalga siz video qo'yadigan bo'lsangiz agar 80 ga 20%, 20% holatda ulanishi mumkin maysasiga, 80% holatda ulanmaydi. U qanaqa yo'nalishga qarab, hozir sizlar qilayotgan bachkana videolar yoki har xil bo'lgan videolar yoki qaysidir qahramonlarni prosta tak gapirtirib chiqishlaringiz yoki har qanaqa bo'lar bo'lmas videolaringiz 99% holatda YouTube'da maysasiga ulanmaydi. Nima uchun deganda bunaqa videolarga YouTube o'zini maysasini bermaydi, reklamalarini bermaydi. Sababi sizning kanalingiz bir mazmun mohiyati yo'q yoki qanaqadir bir insonlarga foydali jihati yo'q. Va siz qaysidir qahramonlarning yuzidan foydalangan holatda o'zingiz kanalingizni ko'targansiz va sun'iy intellektdan ko'targansiz bu narsani. Va buni evaziga YouTube sizga o'zini maysasini bermaslik ehtimoli juda ham katta. Nima qilish kerak? Uni o'zgartirish kerak. Yo'nalishlarni yaxshi yo'nalish, yaxshi nishalarni tanlab olish kerak birinchi o'rinda. Sizga aytayotgan YouTube'da mana buncha pul topasiz sun'iy intellektdan orqali degan insonlarning o'zi hattoki bu yo'nalishni qilmaydi, u faqatgina o'zini sun'iy intellekt kursini yoki YouTube kursini sizga prosta tak sotmoqchi xolos.
yo'nalish qilmoqchi bo'lsangiz agar живой kontent yo'nalishlariga qiziqing YouTube'da yokida детский kontent yo'nalishlari bo'yicha keting. Hech bo'lmagan taqdirda, chunki детский kontentlarning ham ko'plari maysasaga ulanmaydi. Bu narsani men o'zim ochiq oydin aytaman, o'zimni yo'nalishim детский kontent bo'lsa ham men o'zim tan olib aytaman. Sababi детский kontentlar yo'nalishi ham ko'p holatlarda YouTube'ga maysasaga ulanmaydi. Nima uchun deganda, u holatda ham siz ko'pincha videolarni avtorskiy videolar yig'ib qo'yishingiz mumkin o'zingiz kanalingizda. Детский kontentlarning ko'p kontentlari boshqa YouTube kanallardan o'g'irlanib yasaladi. Aynan shu sabab ham maysasaga ulanish ehtimoli juda ham past bo'ladi. Asmar yo'nalishlardan yoki живой kontent, American News yo'nalishlaridan yoki futbol yo'nalishlaridan ancha-muncha past bo'ladi. Shu sabab o'zingiz живой kontent qilishga harakat qiling. Xudo xolasa, bizning kelgusi darslarimizda mana shu живой kontentlar bo'yicha kichkina darslar qilib joylanadi. Xudo xolasa kursimizda albatta bu narsa joylashtirib o'tamiz sekin-sekinlik bilan. Shu aytmoqchi bo'lgan narsamki, tufta bo'lgan yo'nalishlar, umuman bo'lmagan yo'nalishlarni sizlarga aytib beradigan, tavsiya beradigan insonlar o'zi ham bu yo'nalish bo'yicha ketmaydi. Faqatgina sizlarga o'zini qayerdagi kursini sotmoqchi xolos. Uchinchisi esa soxta kuratorlar. To'g'risi bu haqida gapirmoqchi emas edim, chunki hech kimga negativ fikr bildirmoqchi emasman. Ammo bir gapni aytib o'tmoqchiman. Har bitta YouTube'dagi insonlarni, agar siz YouTuber bo'lsangiz yoki YouTube bo'yicha hali yangi boshlab shug'ullanib kelayotgan bo'lsangiz agar, meni maslahatim bo'ladi, hattoki meni ham hamma gapimga ishonmang. Ya'ni nima uchun bu narsani aytayapman? Men ham xato qilishim mumkin, boshqalar ham xato qilishi mumkin. Lekin ba'zi bir insonlar borki, shunaqa insonlar borki, o'zini aktivini ko'tarish uchun yoki o'zini kursiga odam jalb qilish uchun har xil bo'lar bo'lmas gaplarni gapiradi. Bittasi chiqibdi, YouTube'da 3 kunda aniq bo'ladi kanalingiz uchib ketishi, ya'ni 3 kunda aniq bo'ladi. Agar 3 kunda sizning kanalingiz uchmadi, demak boshqa kanal oching, sizning YouTube kanalingiz uje blok bo'lgan. Yo'q, bunaqa narsa yo'q. YouTube kanal 3 kunda tekshiruvdan o'tmaydi. 1 oy, 2 oylab, 3 oylab tekshiruvdan o'tishi mumkin. YouTube kanalingiz qachonki sizni to'liq qo'lli tekshiruvdan o'tdi, qachonki sizning kanalingiz tarixi yonsa bo'ldi. YouTube kanal sizni tekshirib bo'ldi. Bunda ham uj bo'ldi degani emas. Dalshi tekshirib ketaveradi sizning kanalingizni. Ya'ni siz qanaqa video qo'yib boryapsiz, qanaqa videolar qo'yib boryapsiz, qanaqa avtorskiy videolarni qo'ydingiz. Mana shu narsalar dalshi tekshirib ketaveriladi. Faqatgina tarixgacha bo'lgan narsa siz shu paytgacha hech qanaqa haq huquqni buzadigan videolar joylamadingizmi yoki yomon noto'g'ri bo'lgan videolar joylamadingizmi, YouTube'ning algoritmiga to'g'ri kelmaydigan yo'nalishlarda video joylamadingizmi? Mana shu narsalarni YouTube tekshirib turib, keyin sizning kanal tarixingizni yoqib beradi. Bu 1 oydan 2 oygacha vaqt oladi. Ba'zi holatlarda 3 oyga ham cho'zilib ketishi mumkin. Va bir xillar bor. Boshqa kanalga YouTube'da brend qilib turib nima qiladi? Kanal tarixini yoqadi va ertangi kun agar u kanal tarixi o'chib qoladigan bo'lsa, u kanal tarixi blok bo'ladigan bo'lsa, siz ham shuncha zo'r rivojlantirib kelgan kanalingiz blok bo'ladi, ban bo'ladi, shu bilan ketdi YouTube kanalingiz. Shu sabab brend qilib, men maslahat bermayman hech qachon. Brend qilib turib YouTube kanallaringizni tarixini yo'qtirishni men maslahat bermayman. Sababi ertaga bu sizni o'zingizning kanalingizga minusga rol o'ynaydi. Harakat qiling kanalingizni tarixini o'zingiz soft holatda yoqishga. Kanal tarixi yonmayaptimi? Prosta 8 daqiqalik videolardan 2-3 ta qo'yib boring. Ketma-ket bo'ldi. Shuni tekshiruv asosida sizda 15 kun yoki 20 kun davomida kanalingiz tarixi yoqib beriladi. Bu sinalgan usul. O'zimga ham va shogirdlarimga ham bu narsani sinab ko'rganman. Yana shunaqa kuratorlarni ommabop bo'lib ketgan gaplari, siz kanal oching, VPN bilan video qo'ying, sizni Amerika ko'radi. Bunaqa gap yo'q do'stlar. VPN bu vaqtinchalik sizni IP adresingizni boshqa shaharga qilib ko'rsatadigan holat. Bu narsa vaqtincha bo'ladi. Vaqtincha. Ya'ni siz agar video qo'yapsiz, VPN bilan qo'ydingiz, VPN o'chdimi bo'ldi, sizning IP adresingiz yana o'zingizda O'zbekiston holati yana kelib tushadi. Va bu narsani ham YouTube biladi. Siz o'ylaysiz YouTube'da AdSense o'ylayapsiz, Mansasi o'ylayapsiz, O'zbekistonligingizni bilmaydimi? YouTube'ga AdSense jo'natayotgan paytingizda qayerni belgilab jo'natasiz? O'zbekistonni belgilab jo'natasiz. Bu holatda bu narsani yaxshi biladi YouTube, Google bu narsalarni yaxshi biladi. Ammo faqatgina biz saytni shtat qilamiz, чтобы nima uchun kanalimiz Mansasiga ulanishi uchun. Bu narsani ham yaxshi biladi YouTube. Ammo bu degani VPN bilan video qo'yishim kerak ekan, чтобы meni Amerikadaligimni bilish uchun deb o'ylaydigan bo'lsangiz, 100% xato o'ylayapsiz. Bu narsa faqatgina sizga kanalingizga minus keltiradi xolos. Ya'ni VPN bilan qo'ygan videolaringizdan keyin kanalingiz uxlab qolish ehtimoli bor yoki qanaqadir avtobanga tushish ehtimoli bor. Qanaqadir deganda, masalan, siz IP adresingizni har joydan qilib ko'rsatganingizdan keyin YouTube sizni videolaringizni qaysi vaqtda kimga tarqatib berishni bilmay qoladi va sizni videolaringizni tarqatib berishni to'xtatib qo'yadi. Tushundingizmi? Ya'ni siz videolaringizni tarqatib berishni to'xtatib qo'yadi. Buning evaziga sizni keyingi videolaringiz rekomendatsiyaga chiqmaslik ehtimoli juda ham katta.
Aynan mana shu uchun ham bunaqa soxta bo'lar bo'lmas gaplarga ishonib qolmanglar. Agar YouTube'ni o'rganmoqchi bo'lsanglar, agar YouTube'ni o'zidan ham o'rgansanglar bo'ladi. Ma'lum bir rus blogerlar bor yoki Google'ni o'zini ham yaxshilab sinchkov bilan kuzatsanglar, ana shu Google'ni o'ziga ham YouTube bo'yicha to'laqonli ma'lumotlar yozib qo'yilgan. Shunchaki perevod qilib turib maqsanglar bo'ladi, o'zgartirib olsanglar bo'ladi. Mana shu qo'shimcha ma'lumotlar uchun, savollar uchun o'zimni telefon raqami va lichkamni pastda qoldirib ketaman. Bemalol o'tib, har qanaqa savol bilan murojaat qilsanglar bo'ladi. Sizlar bilan Habibullo bo'ldi. Do'stlar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bunaqa soxta gaplarga ishonmanglar.